Assalomu alaykum. Bu Moskva City. Moskva City'ning 105-etajdan javob olib, mana shu 5 minglik pullarni sanab saylab jatibmiz. Apalar, chechelar, yenalar, singillar. Aslida onda emas. Mana shunda joylarda, mana shunday vagonlar, mana shu 1 yil jataqaymiz. Mana shunday jataqaylar. O ishchi. Mana shu ishlab, jillab ishlab. Уже 15 yil bo'lib ketyapti ishlab, belavar bo'lib, kirija bo'lib, o'tib, bitib, qiynalib, ishlab jiribmiz. Bu yoqdagi rasxodni vobshim kallaga siymaydigan darajada rasxod bo'lib, jildan jilga vobshim xayolga kelmaydigan rasxodlarni o'ylab topyapsizlar. Sizlarga ham qayil. Mana shunday qiyin bir necha-nechadamiz tushib ketdi. Nechta ashnalarimiz tushib ketdi. Shu hayot o'tib ketib yotdi. Bu hayat bir marta beriladi. Aytjoding balalarni ko'rmay, balalari ham shu Rossiyaga kelyapti. Xuddi biz ham xuddi shunday katta bo'lganlar, shunday javonlarda qiynalib ishlab jirib, shu an qadriga yetingizlar, to'ylarni kamaytaylik. Davlatimiz belgilab qo'yganday xataba to'y qilaylik. Azman yana to'ysadan boshlandi. 500 mingni bir bola qilib ishlab borsa, yana 500 ming qarz qilib qaytarib jo'natib bermangizlar. Xataba 3 oy kelinchaklarning oldida qolsin keyovlar. O'shaga yarasha rasxodli to'y qilinglar, yenajonlar. Eng ko'pi yenajonlar qilyapti. Otajonlar, atalar, qo'lg'angizlar rollarni mana shunday qiyinchilik. Nima deyapsiz? Sizin nima bo'ldi? Sizni sog'indi. Voyman. Nima qoshlari kamol. Ko'miz kelishib olganmiz. Sog'inmay turasiz, men ko'pgina turishdim. Nima yig'layapsiz? Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda o'z orzularidan kechgan o'sha men.